Mana ish so'rab telefon qilgan qizlarimiz diqqatiga. Hurmatli bekorchi qizlarimiz, uyda o'tirib daromad qilishni istasangiz, 0 dan 100 topiga chiqishni o'rgatadi va hamda har bitta elementarniy sekretlarni ochib, uyda o'tirib spokойно daromad qilish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Faqat mana bu qizimizga Mahliyoxonga telefon qilsanglar, yo'l yorug'ini o'rgatadi. Hozirda Mahliyoxon yangi naborini ochgan. Unga bor yo'q 10 ta dona qiz olyapti. O'sha 10 tadan bittasini siz bo'lishingiz mumkin. Bu imkoniyatni qo'ldan chiqarmay hamda unga murojaat qiling. Mana bu nomerlarga alo desangiz, o'zlari sizga aloqaga chiqadi. Bor yo'g'i, eslatib o'taman, bor yo'g'i 10 tagina kishi olinyapti. 10 tadan ziyoda olinmaydi. Shuning uchun sizlarga ha deb menga telefon qilib ishga oling degandan ko'ra mana bu nomerga telefon qiling, o'zlari sizga aloqaga chiqishadi. Shuncha narsani aytibman, lekin meni vazifam nima ish qilishim kerak degan qizlarimiz uchun NL bilasizlar, NLda daromad ham katta, vibr ham ko'p, massa qilib o'zingiz uchun ishlatsangiz ham bo'ladi. Siz ham sog'lig'ingizni, ham daromadingizni yo'lga qo'yib borasiz. Befarq bo'lmanglar, sizlarni hammalarni taklif qilaman ishga.